Yoshlar ishlari agentligi va Xalq banki hamkorligidagi mutolaa loyihasi doirasida tayyorlandi. Samil hikoya. Qora qit'aning nomini aytishga ham odam tili kelishmaydigan, o'zi ham tukkaning tubida joylashgan bir mamlakatga xizmat safariga boradigan bo'ldim. Foydalanishga topshirilgan yangi quyi zavodida texnologik jarayon izga tushib ketgunga qadar inglizchani biladigan mutaxassis sifatida yarim yilcha mahalliy kadrlarga ko'maklashib turishim kerak ekan. U yog'i o'zlari eplab ketisharmish. Na iloj, safar bo'lsa safarda, 6 oy bo'lsa 6 oyda, yo'riqchilik bo'lsa yo'riqchilikda. Hali uylanmagan bo'lsam, ham shu bahonada to'yimda asqatadigan 3-4 tanga ishlab kelarman. Birinchi kun. Hayratlarim aeroportdan boshlandi. Jazirama issiq, kichkinagina, yaqin atrofga bir emas, bir necha hayvon bo'g'izlab tashlab ketilgandek qo'linsa is ufurib turgan, poli iflos, qog'oz bo'yoqlari sochilib yotgan kutib olish zali. Birdan qarshimizda novcha, gavdali va ishonasizmi, uzun kamzulining bo'ynidan to etagiga qadar turli tuman, son sanoqsiz orden, medal, значокlar taqib olgan kishi paydo bo'ldi-da, mana shu son sanoqsiz nishonlarni atay shaqirlatayotganday gavdasini silkitgan ko'yi, o'zining qadrini juda yaxshi biladigan odamga salobot, viqor bilan o'zini uzundan uzoq tanishtirishga tushib ketdi. Sho'lik tarjimon uning gaplarini arang bizga yetkazib ulgurardi. Men mamlakatimizning eng yuksak va sharafli asl farzand ordenining, havas qiling unvonining, namuna inson medalining, ibratli xizmatchi ko'krak nishonining qolgan atamalarni o'girishga tarjimon yo so'z bo'ligi yo kuchi yetmadi chog'i o'ziga o'ng'a yo'l tutib, yana bir unvonning, yana bir nishonning, yana bir medalni deb keta boshladi. Biz hammasini tushunayotganda bosh irg'ab turaverdik. Islomni bosish uchun kaftim bilan og'zini berkitib atrofga arangladim. 30 qadamcha narida ikkita qora kiyimli, ingichka bo'yin bog'li, daroz, baquvvat yigit bizga favqulodda diqqat bilan qarab turishardi. Bayni ashaddiy jinoyatchini ko'zdan qochirmayotgan sergak xizmat xodimlaridek. Darrov ko'zlarini olib qochdim. Nihoyat unvon nishonlarining chorak soatlar davom etgan sanoqdan so'ng biz qarshimizda o'sha hamma medallarning sohibi yangi zavodning bosh direktor o'rinbosari turganidan voqif bo'ldik. Navbat bizga keldi. Nima ham derdim? Ism familiyamni aytdim, qo'ydim. Sherigim ham shunday yo'l tutdi. Mag'rur o'rinbosar birorta unvoniy medali bo'lmagan, tabir joyisa shir yalang'och bizga muhandislarga achinib qarab qo'ydi. Darvoqe aytib qo'y, yonimizdan o'tayotgan mahalliy fuqarolar orden medal, ko'krak nishonlari ko'milgan o'rinbosar qandaydir oshkora hurmat, ehtirom, havas va hattoki g'ayrilik bilan qarab o'tishardi. Bir-birini turtib, o'rinbosarga ishora qilayotgan ayollarning-ku son sanog'i yo'q edi. Buni ilg'ayotgan o'rinbosar battar taltayadi deng. Keyingi safar stol qo'yishlaring bo'lar ekan, Javlonbek. Har safar bo'ladi. Har safar. Uzr. Davom etamiz. Uzr. Xullas shu jarang-juring o'rinbosar hamrohligida usti yopiq yuk mashinasida yo'lga tushdik. Albatta o'rinbosar haydovchining yoniga o'tirdi. Har ko'kragida shuncha temir tersagi bora, yonimizga chiqsa uyat bo'lar. O'nqir-cho'nqir yo'lda gavdamiz otilib, boshlarimizni tomga urib olib ketayotgan mahal bir amalib ortga qaradim va izimizdan qop-qora mashina kelayotganini ko'rdim. Negadir ko'nglimdan boyagi xushlardan xushlar yigitlar degan gumon o'tdi. Adashmagan ekanman. 1 soatga yaqin davom etgan azob tugab, shahar biqinidagi zavod yoniga kelib tushganimizda qandaydir menga noma'lum qo'yishmay holda biz yana 30 qadamcha narida tanish mashinani va pastga tushib, odatdagidek biz yeb, ular quruq qolgandek o'shshayib, biroq o'ta xushlar bilan tikilib turgan o'sha juftlikni ko'rdim. Har qalay tanish bo'lib qoldik-ku degan o'yda bu Hasan Husanlardan birining ko'zlariga qaradim. Xudo, chin so'zim, biron his tuyg'udan xoli nigoh, pirpiramaydigan ko'zlar. Rost, shuncha termildim. Qani endi biron marta kiprik qoqsa. Odmigina talabalar yotoqxonasi o'xshash mehmonxona joy qilib berildi. Issiqning alohida, sovuqning alohida kelar vaqti bo'lar ekan. O'shan jadval bilan tanishtirishdi. Bizga iliq suv kerak bo'lib qolsa nima qilamiz? Umuman olganda qanday yuvinamiz degan savolimga javoban esa zang bosgan vanna yonida turgan plastmassa tog'oraga ishora qilishdi. Tushunarli, sovug'ini oldindan g'amlab qo'yish kerak. Vaqtni zoya ketkazmaslik uchun zavod loyihasi bilan tanishib olmoqchi bo'ldim. Hayhot, og'izni to'ldirib zavod deganlari o'rtachada kichikroq bir sex ekan.
Hatto yurtimda men texnologiya qilayotgan sexning ishlab chiqarish hajmi biz zavodnikidan 2 barobar yuqori edi. Mayli, bunga ham chidasa bo'lar. Ammo bizga barcha turdagi metallar eritiladi va quymalarga ishlov beriladi deya targ'ib etilgan zavod bor 700-800 gradus issiqlik bera oladigan pechlar bilan jihozlangan. Demak, nari borsa alyuminiy yoki duraluminiy o'xshash metallarga kuch yetadigan pechlar. Bu ishni, ya'ni texnologik jarayonni nazorat qilib turish endi jaydarroq tilda aytsak, kecha institutni bitirib kelgan yosh mutaxassislar eplay oladi. Mayli, nima ham derdik? Taka bo'lsin, sut bersin. Ikkinchi kun. Bugun zavodning ochilish marosimi bo'ldi. Ammo bunaqa tadbirni boptashaga qo'yurlar. Zavod yonidagi sun'iy gullar bilan bezatilgan katta maydonga odam sig'may ketdi. Yana deyal barisi jarang-jurang, yurishlari, turishlari bir olomga qor. Hamma yoqda televideniya, kameralar, bo'yniga press deb yozilgan bog'ichni ilib olgan muxbirlar. Xullas, bari birda qora kostyum shim kiygan, ingichka bo'yin bog'li, quloqlariga taqib olgan buramaslamli oq moslamalar ko'rinib turgan o'ta jiddiy maxsus xodimlar yetovida nishonlar oldinga, nishonlar orqa qatorlardagi stullarga joylashtirildi. Bizning o'rinbosar hamrohligida chet el diplomatlari faxriy mehmonlar uchun ajratilgan oromkor kurslar bor joyga o'tkazib ketishdi. 2 soat sarg'ayib kutganimizdan so'ng nagah maydon hayajonli xitoblarga to'ldi. Hamma shosha-pisha o'rnidan turdi. Tarjimonning ishorasi bilan biz ham shunday qildi va ko'kragiga 4 ta oltin rangli, mush shaklidagi va o'lchamdagi orden nishon taqqan rahbar qo'riqchilar mulozimlar qurshovida maydonga shoshilmasdan salobat bilan kirib kelayotganini ko'rdik. Guldiroz qassaklar to rahbar tepaga chiqib, joyiga o'tirgunga qadar davom etdi. Tarjimonning sho'rlab bergan izohlariga ko'ra, rahbar ko'kragidagi nishon eng oliy mukofot mamlakat xaloskori ordeni ekan. Alanganim shu bo'ldiki, rahbar bir mushт bilan mamlakatni xalos etgan. Ikkinchi mushti bilan uni oyoqqa turg'izgan. Uchinchi mushti bilan rivojlantirgan. To'rtinchi mushti bilan uni dunyoning eng rivojlangan, barcha havas va hayrat bilan qaraydigan davlatlar qatoriga olib chiqqan. Ishqilib tantanamas boshlandi. Bir dasta qog'oz tutgan rahbar minbaraga ko'tarilayotgan mahali tarjimonimiz biz televideniyaga intervyu berishimiz kerakligini aytib qoldi. Hayron bo'lib tepaga ishora qilsam, tarjimon noilojligini bildirgan yelka qisib qo'yib tushuntirish ko'rindi. Rahbar ma'ruzasi fonida intervyu ko'rimini chiqar ekan. Noiloj o'rnimizdan turdik. Yozganim shekilli bu yurtda targ'ibot tashviqot tadbirlari boplashar ekan. Kamlik ham oldindan tayyorlab qo'ygan inglizcha matnni berishdi. Meni yosh kattaroq, inchini tajribalashligim darrov inglizchani tushunaman, lekin gapira olmayman. Buning ustiga taraffuzim rasvo deb qutuldi. Yana o'zim qoldim baloga. Guldiroz chapaklar orasida avval matnga bir ko'z tashlab olishga ruxsat so'radim. Izn etishdi. O'qib ko'rsam, albatta, oddiy muhandisman xolos. Dunyoda shunday mamlakat borligini ham safar aniq bo'lgandan so'nggina jo'g'rofiya xaritasini tita bilib oldim. Shubhasiz, bular meni kamchiligim. Ammo matnda yozilganini qarasam, mening ona yurtim, butun elim, jahon afkor ommasi qatori mazkur yurtning barcha sohalarda va jabhalarda erishayotgan misl yutuqlardan lolu hayron ekan. Bugun ishga tushayotgan ulkan, eng zamonaviy IT texnologiyaga asoslangan zavod esa hayratimizga chandon hayrat qo'shar ekan. Bu mislsiz yutuqlarga albatta shaxsan rahbarning omilkorligi sababli erishilayotgan ekan va hokazo. Albatta mehmon odam sal oshirib toshib gapirishi mumkin, lekin evi bilanda asta tarjimonga o'girildim. Muhtaram tarjimon janoblari, afsuski hali zavodning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari, atrof muhitga, ekologiya ta'siri, ishlab chiqarilgan mahsulot tan narxi, bu mahsulotga jahon bozorida talab va taklif bilan tanishishga ulgurmadim. Shu bois agar iloji bo'lsa, intervyuni keyin qoldirib tursak, ularni ozgina o'rganib, keyin bafurja gapirsam maylimi? Tarjimon menga oydan tushgan g'ofil bandaga qaragan ajablanib qaradi, birozgina matn tasdiqdan o'tgan. Shuning uchun biron so'zni ham o'zgartirmaslikni maslahat beraman. Aks holda qaytadan yozib olishga to'g'ri keladi. Oshiqmang, hammasiga ulguramiz dedi. Va ko'z qiri bilan ortimga ishora qilib qo'ydi. Nimanidir tushunganday bo'ldi va ish qilib taxminan rost chiqmasin-da degan o'yda peshonamni ezladim va alanglab chora tomon qaragan bo'ldim. Evo, xuddi o'sha ikkovlon, yana 30 qadamcha narida o'shayib kamniga qadar tikilib turishibdi. Nima bola? Ularning ovoz yosh uskunasining maksimal ishlash uzoqligi shunchamikin? O'yin tasdiqlaganda bittasiga jon alomati qo'ydi. Yuzining chap qismi uchdi. Har necha yoshlik alomatiga o'xshamaydi. Kim biladi, jahli chiqqanda bu robot simalarning qo'lidan nimalar kelmaydi. Ishqilib guldiroz qarsaklar orasida ekrandan suzib o'tib turgan matnni yumaloq yostiq qilib o'qib tashladim. Afsuski,
bu ishni bir emas, ikki emas, naq 4 marta takrorlashimga to'g'ri keldi. Birinchi gal operator kassetni qo'ymagan ekan. Ikkinchisi rahbarni tilga olayotganim mahal guldiroz qarsak yangrab qolib, ovozim eshitilmay qolibdi. Va nihoyat 3-safardan so'ng rejissor kelib, o'ktam ovozda, dadillik bilan ichki quvonchim sezib turgan ohangda gapirishim kerakligini, iloji bo'lsa ko'zlarim chaqnab turish lozimligini aniq tayinlab ketdi. Sillasi quruq odamga bunday sharoitni bajarish osonmi? Buni o'rniga sexga borib X-men ishlagan behro emasmidi? Biroq rejissor aytganini qilmasam, hammasi yana boshdan boshlashini sezib turganim uchun noiloj bu talabni ham ado etdim. Ham artistlik qilsam ham bo'lar ekan o'zi, ko'zlarim chaqnatdim. Uzoq davom etgan anjuman oxiriga borib, kimma deyotganini unchalik anglamay ham qoldim. Ustiga ustik minbardan yangrayotgan ko'tarinki ruhdagi gap so'zlar deyarli bir xil edi. Olamshumul muvaffaqiyat, faqat va faqat siz tufayli. Shaxsan sizga 1000 marta, million marta rahmat. Dunyo bizdan hayratda. Bizning ajdodlarimiz, jahon bozoriga yo'l va hokazo. Yon atrofga qarab, bir necha yosh katta keksa mehmonlar yuzlari azobdan burishib, lablarini qonsirab tishlaganlaricha oyoqlarini bir-biriga jon alpozda mahkam qisib olib o'tirganlarini ko'rdim. Sho'rliklarni zahardan qiynayapti-u degan tusmolga bordim o'zimcha. Har nechuk yig'inga kirish chog'ida ham yaqin atrofda bironta badarxona kabinasiga ko'zim tushmadi. Yana kim biladi deysiz. Ayniqsa zavod ishga tushishi munosabati bilan bir guruh ham qanday tarjima qilsa ekan, bir guruh zahmatkash fidoyilarga mukofotlar berilish marosimi achchiq ichakda cho'zilib ketdi o'zi ham. Davomli guldiroz qarsaklardan osmon yorilib ketganday bo'ldi-ya. Ko'krak nishonlarini shaxsan rahbarning qo'lida olgan dunyodagi eng baxtiyor zahmatkash fidoyilarning quvonchini tasvirlab berishga so'z topolmayman. Muxtasar aytsam, ular gunohkor zaminda yurishmasdi. Farqi bulutlar bag'rida suzishardi mukofotlarni qo'sh qanot qilib. Ha endi bitta deb tursam, o'lgan ustiga tepganda minbarga kaltagina, yumaloq, tepakal, keksaroq jarang-juring odam ko'tarildi va hayajondan turib qashagancha, og'zidan ko'pik sachragan ko'y teriga botib, ashlarga o'xshagan bir nimani baqirib-chaqirib aytib ketdi-ey. Ora-sira minbarni mushlab qo'yishni aytmaysizmi? Bu milliy folklor san'at namunasimi deb so'ragan edim. Tarjiman dudmolroq tarz yelka qisib qo'ydi. Bu olganda bu kishi ko'p hurmatli shoir, zavod ishga tushishi munosabat bilan yozgan yangi qasidasini o'qiyotir. G'ofil banda tilim qichib yana so'ramoqchi bo'ldim. O'qiyotgan she'r bo'lsa minbarda nima ayb? Ne uchun quloqqa tashlab bot va bot uradir? Biroq vaqtda tilimni tiydim. O'zimcha yaxshi gumonga bordimki, balki bundoq shiddatli shoiri zamon zavoddagi ishlab chiqarish jarayonini tarannum etayotgandir. Bu dunyoda hamma narsa oxiri bo'lar ekan. Nihoyat yig'in tugadi. Ana endi shak shubha zavodga boramiz. Quyi uskanlarini, quymalarga ishlab bergan dasturlarni yaxshilab ko'rib olaman deb turgandim. Yo'q. Avval tushlik qilib olishimiz kerak ekan. Tanali bular ovqatlantirish tadbirini ham quling o'rgilsin qilib o'tkazishar ekan. Restoran o'rtasida maxsus joyda milliy qo'shiqlar ijro etayotgan hofizlar, dumbo o'yiniga usta nimalar raqqosalar, stollarga taom ustiga taom, allaqaysi yurtlardan keltirilgan ichimlik ustiga ichimlik tortildi. Odam kashanaverib, ichaverib charchab ketadi. Ichimlikka sal suyagi yo'qroq, sherigi viskidan boshlagan, so'ng negadir rom o'tdi. Biroq bunga ham qanot hosil qilmasdan 2 hissa tekila buyurtma qildi. Engashib qog'a shivirladim. Aka bas, aralash-quralash bo'lib ketdi, ko'tara olmaysiz. Hali zavodga borishimiz kerak. Sherigim piranging ham bizmasdan do'rilab javob qaytardi. Bugun ziyofat kuni, ish qochib ketmaydi. Umuman o'zing ichmayapsanmi? Maza qilib ichayotgani g'ayirlik qilma. Xo'pmi uka? Xo'p deyishdan o'zga nima ilojim bor? So'zim samimiy chiqmadimi? Sherigim keyin gap bilan meni chandib oldi. O'z senga nega olib kelganman seni? Xizmat qilishni bilmasan, quyib turish qo'lingdan kelmasa, voy battolay, ko'ngillarning ko'chalaridan. Yana uyalmasdan og'zini ko'patib, sen nega olib kelganmi deyishingchi. O'zingga qolganda-ku meni yaqiningga ham yo'ltirmasding-a, til bilishim qo'l kelib qoldi-da. Ammo shu battol bilgancha bor ekan. Tarjimonlar bizni ishga ertaroq olib borishni so'ragani, u zavod ma'muriyati bugun endi kech bo'lib qoldi. Mehmonlar dam olishsin, ishni ertadan boshlaymiz deganini aytib qoldi. Xullas tushligimiz bilan kechligimiz bitta bo'ldi va bizni vaqt yarim tunga yaqinlashganda mehmonxonamizga olib kelib tashlashdi. Sherigim karatga o'zini tashladi, shu zahoti uyquga ketdi. Mening bo'lsa negadir sira uyqum kelmadi. Oxir o'rnimdan turib, notebookimga kun taassurotlarini yozib qo'yish bilan mashg'ul bo'ldim. Harna vaqt o'tgani. 3-kun. Kechagi shohona ziyofat qayoqlarda qolding-a? Ko'karib ketgan sosiska, qotib ketgan tuxum, toshdan non, bir kurushka rang suyuqdan iborat nonushtadan so'ng tarjimon va'da qilgan mashinani nat 40 daqiqa kutdim. Qarasa kun tepaga ko'tarib bo'libdi. Allaqachon ensiz divanga uzala tushib yotib olgan, tinmay boshim yorilyapti, menga mineral suv deya
nonushta qilayotgan sherigimni ham holda ko'chaga deyarli sudrab olib chiqdi va biz uzoqda shakl shamal ko'rib turgan zavodga qarab piyoda yo'lga tushdik. Jig'iberan chiqib, bizni ichkari qo'ymayotgan, inglizcha tushunish u yoqda tursin, bir og'iz gapni ham eshitmayotgan soyabalni qalpoq qarol bilan jiqlash turgan paytim, xayriyat, kiprik qoqmas xavfsizlik xizmat xodimlarisiz tarjimon kelib qoldi. Alamni unda oldim. Qayerda yuribsiz o'zi? Va'da qilingan mashinangiz qani? Kuta oxiri bu yerga piyoda keldik. Smena allaqachon boshlanib ketgan. Texnologik jarayonni qanday nazorat qilamiz endi? Tarjimon nim tabassum bilan qo'llarini juftlab ko'ksaga qo'ygancha uzr so'ragan bo'ldi. Bir tiq qilt etmasdan xotirjam sado berdi. Oshiqmang, hammasiga ulguramiz. Battar tutaqdim. Sizning topgan gapingiz shu. Qanaqasiga ulguramiz? Bu konveyer bo'lsa, o'zi ishlab turishi kerak bo'lsa, bizning ishxonamizdagi biron xodim 5 sani ham kechikishi mumkin emas. Biz shunga o'rganganmiz. Tarjimon qo'rishlar bilan bir nimani tezda chuvrlashdi va bizni turniketdan o'tkazib yuborishdi. Baribir tarjimon asl shu yurtning odamida ko'p narsani bilar ekan. Uning bashorat to'g'ri chiqdi. Oshiqmasam bo'lar ekan. Hali hammasiga ulgurar ekanmiz. Qator dastgohlar o'rnatilgan kattagan sexning chap tomonida bir xil ish libosida odamlar gavjum baqir-chaqir asavja chiqqan edi. Biron uskuna montaj qilishyapti degan o'yda shu tomonga yurayotgan edim. Tarjimon bosh chayqadi. Shart emas, janob. Bular ishlar shoshqol o'ynashyapti. 10 tomonda odam kamroq ekan. Razmsar bular ham ishlar ekanligini va davra qurib olgancha berilib qarta o'ynayotganlarini ko'rdim. Birpasda bosh direktor, o'rinbosar va bosh muhandis an'anaviy uchlik hukumatning muhim yig'ilishga ketganini aniqlab kelgan tarjimon iltimosimga ko'ra bizni quyut sexi boshliq xonasiga boshladi. Tarjimon tomonidan o'sadigan kadr alohida pishtilgan novcha, o'ta jiddiy, ko'kragiga bor ikkitagina hozircha bo'lsa kerak-da. Nishon osgan, siyrak soch quyoshdan yoki metal eriydigan pechkalar taftidan kuyib, qo'ng'ir solgan sex boshlig'i tumtayib o'tirgan ekan. Hov qaysi qit'adan qadam rajanda qilgan qo'noqlarni ko'rib aqalli bir borgina tishini oqini ko'rsatib qo'ymadi. Bilaks, battar tumshaydi. Bayni yog'liqini o'ljani biz yeb qo'yib, u sho'rlik tamomila qurib qolganday. Darvoqe, kaminaning xorij safarlari chet elliklar bilan muloqot tajribasi yo'q hisobi. Shu bois o'zimning g'arib kuzatishlarimni xulosa chiqarib aytadigan bo'lsam, nazarimda bu yurtning katta kichik mansabdorlari baribirda jiddiy, baribirda badqovoq va baribirda odamga ishonqiramayroq, hapsenimi, baribir ichingdan bilib olaman deganday sinchkovlik aralash annakini mensimayroq qaraydiganday edi. Aytgan nima tarjimon juda zukka yigit deb. Unga nega bu yerning kattalar bunaqa deb so'ragan edim, tarjimon hech ikkalamasdan javob qaytardi. Chunki ular chet eldan kelgan mutaxassislar hech ishlamasdan yalla qilib yuradi-da, so'ng bizning qop-qop valyutamizni olib ketadi degan xulosaga kelib qo'yishgan. O'rgizim o'sha xulosalardan qop-qop emish. Beradigan 1 tanga, minnati 1000 tanga. Ensam qatsada bildirmas ko'rib savolimning davomini berdim. Xo'p, biz-ku mayli. Lekin bu kattalarning, amaldorlarning oddiy odamlarga, o'z yurtdoshlariga ham shunday mensimay tepadan qarashi, shunga yarasha muomala qilishiga nima deysiz, muhtaram tarjimon janoblari? Javob esa juda jo'n, ortiqcha izoh talab qilmagan va butkul tushunarli bo'ldi. Chunki ular amaldorlar. Ta'sifki, batqoq amaldor bilan shakar guftorlik qilish nasib etmadi. Kabinetga so'roqsiz, hatto eshikni taqillatmasdan hovliga kirgan o'sha kaminaga bag'oyat tanish bo'lib qolgan ikki qora kiyimli, ingichka bo'yin bog'li, baquvvat yigit o'zlarini ko'rgan soniyada uchib o'rnidan turgan, yuziga baxt tabassumi yoyilgan, hatto shodumonatlan ko'zlari chaqnay boshlagan sex boshlig'i vahima ichida biri qo'yib bir olib nimalarnidir tushuntirib ketishdiki, sho'rlik amaldorning rangi oqarib ketganini ko'rgach, nima bola, uxlab yotgan vulqon uyg'onibdimi, zilla bo'lmikan yo bir yo'tola oxir zamon kelib qoldimi degan tusmonlardan badanim muzlab ketdi. Xayriyat, sinxron o'girishning ustasi bo'lgan tarjimon jonimga ora kirdi. Ayon bo'ldiki, tez oradan tilini kelishib, zavodning ishlash jarayonini suratga olishar ekan, kechqurun ko'rsatishar ekan. Kattakanni shaxsan o'z tomosha qilishdan tashqari, lavhani maxsus kelishuv asosida 70 ta mamlakat oyna jahon namoyish etilishi kutilayotgani bois, menga boshda o'ta sovuqqon ko'ringan yigitlar endi damda shaytonlab qolgudek ahvolda edi. Birdan rangi qo'yib ketgan sex boshlig'ini shergim ikkalamizga sinovchan ko'z tashlab qo'yayotganidan o'zimcha angladimki, vaziyat tez orada bizning ko'chada ham bayram bo'lajagidan shohidlik berayotganday. Mana endi o'zimizning naqadar kerakli mutaxassis ekanimizni shunday ko'rsatib qo'yaylikki, toki sex boshlig'iga o'xshash allaqanday mayda-chuyda amaldorchalar bizga minbat ola qaramasin. Xullas, pildirab yo'l boshlagan boshqa ortdan sexga yo'l oldik. Kamera ko'targan shoshqin tezliklar izimizdan kirib kelishdi. Sex, nima desam ekan? Har qalay institutda shu ixtisoslikka o'qiganman.
amaliyotda sexlarda bo'lganman. Bu yerga 4 yildan beri yosh mutaxassis sifatida mustaqil ishlayman. Muhandis texnologman. Shuning sohani oq qorasidan ancha-muncha voqifman. Yarim kechasi uyqudan uyg'otib so'rasam ham texnologiya jarayoni istalgan nuqtasida qay bir qurilma yangi dasturda amaldagi soha va davlat standartlarining qat'iy talablaridan oshmagan holda albatta qayim ishlar amalga oshirilishini yoddan aytib bera olaman. Bu yerda esa mayli, sizni zeriktirib texnik tafsilotlarni aytib o'tirmayman. O'zim bir qarashda bu ahvolda hali bir tayyor mahsulot ishlab chiqarilmasiga amin bo'lgan edim. Biroq yana bir marta ikkala qo'limni ko'tarib taslim bo'lganini bildiraman. Bularning tadbirkorligi o'z tomonligiga, yo'qni yo'ndirib bitishlariga gap yo'q. Deylik, ikkinchi qavatda joylashgan yumaloq bunker hali elektrik ulanmagan, buning ustiga sinovdan ham o'tkazilmagan ekan. Bunker aylanib, uzluksiz tarzda tayyorlab bergan maxsus qorishma konveyer lentasi orqali qoliplovchi ishchilarga yetkazib berilish kerak-ku texnik jarayon bo'yicha. Bu ish bo'lmaydi-da. Nima bo'la? Bular oldindan shunday muammoga duch kelishlari mumkinligini bilishganmi? Ish qilib birdan oyog'i 6, qo'li 7 bo'lib qolgan, hammaga baqirib chaqirib qolgan sex boshlig'i bir telefon bilan ikkinchi qavatga 2 yuk mashinasida tayyor aralashma kelib qoldi. Aralashma ishlar to televideniya suratga olib bo'lgunga qadar konveyer lentasida tepadan bilgaklar tashlab turadigan bo'lishdi. Tokkulangan bo'lsa ham negadir sira harakatlanish istamayotgan lentani esa unga yaqin baquvvat ish orqali tortib aylantirib turdi. Ana mexanizatsiya, ana sivilizatsiya. Qolipli tayyor emasligi, qorishmani vibratsiya, ya'ni titrash usulida zishlovchi uskuna ishlamayotganligi, bularning bari yo'llikka antiqa qo'lbola usullarda hal etildi. Shuncha yil yashab, ishlab chiqarish imitatsiyaning yuksak cho'qqisini shu yerda ko'rdim. Qoyillikim baribir nazarimda eng qiyin muammo pechkada alyumin quymalar eriyotganini namoyish qilish edi. Chunki hali xamash yetib kelmagan ekanda. Ammo izlagan imkon topar ekan. Qaydandir olib kelingan qo'rg'oshinak suyuqlikni quyilgan pechka qaynab turgan ko'rinish uchun tagiga olov yoqishdi. Shiftga o'rnatilgan kran ishlamayotgani bois kabinaga joylashtirilgan ishchi murvatlarni ishlab turgan bo'ldi. Qo'rg'oshinak massani esa juda katta cho'michlarda olib qo'lda qoliplarga quyishdi. Sexdagi dasturlarda kiyimi gard yuqmagan ishchilar go'yo quymaning ortcha qismini olib tashlashayotganda qandaydir metaldan chiyillatib atrofga uchqunlar sochgancha ishlashga tushib ketishdi. Gapning qisqasi alal-oqibat konveyer yakuniy qismidan detallar chiqib kelaverdi. Tap tayyor deng. Hatto bunisi endi otishi uni bo'yalgan ham edi. Texnologik ketma-ketlikdan sal-pal xabardor oddiy ishchi ham bu jarayon alohida uskuna va sharoitlarda detallar butul quritilganidan so'ng amalga oshirilishini yaxshi biladi. Lekin hozir bunaqangi arzimagan mayda-chuylarga e'tibor berib o'tiradigan fursat emas shekilli. Zamon tezkorda, ishlab chiqarish ham shunga yarasha. Muhimi mahsulot konveyerdan chiqdi. Nihoyat soqolli rejissor stop buyrug'i yangilashi bilan barcha dami chiqqan pufakda birdan bo'shashdi. Tarang asablar ham salqidi. Ana shundan so'ng sex boshlig'ining bir imosi bilan xizmatda xodimlar hammani hurmat-ehtirom bilan zavod oshxonasiga boshlashdi. Yana ochildi dasturxon, yana hammasi muhayyo. Charchoq chiqarish uchunmi rang-bari maynoblar ham qarishib tashlangan. To'rda muhtaram rahbarlar va oynajahon vallomatlari, ulardan pasarda bizga o'xshagan injener texnik xodimlar, quyiroqda ishchilar. Ishqilib hamma yoq senje-menje, senich bo'lib ketdi. Ancha davom etgan, tushligu kechlik bir-biriga ulanib ketgan ziyofatdan so'ng hotelga qaytdik. Oyoqda tura olmayotgan sherigim odatdagidek gazli suv izlab muzlatgich eshigini ochdi va quvonchdan hayqirib yubordi. O'rta bo'lmada 2 ta rom, 2 ta pivo va 2 ta vino shishalari terlab turardi. Likopchalarda gazak. Och bo'rida o'ljalarga tashlangan sherigimdan boshqarib ham bu yo'ldan qaytarib ham bo'lmasligini bilib turganim uchun hammasiga qo'l siltadimi? Ensizgina ayvonga chiqib, bugungi taassurotlarni notebookimga tushira boshladim. 4-kun. Ana endi shu bugun ko'rgazma tomoshalar tikib, haqiqiy ish boshlanadi deb sal ham xayol qilgan ekanman. O'likdek qotib yotgan sherigimni shuncha urinib ham uyg'ota olmagach, zavodga bir o'zim keldim, hayron yangilarim shimarib. Biroq meni odatdagidek yana ichkari qo'yishmadi. Shoshib yetib kelgan tarjima esa tezlikda mehmonxonaga qaytishim, sherigim bilan rasmiy kiyimda va albatta bo'yinbog'da kutib turishim lozimligini aytishdi. Mashinada kelib bizni qanaqadir palas, ya'ni saroyga olib borar ekan. Bu yuqorining buyrug'i ekan. Bevosita zimmamizga yuklatilgan vazifamizga qachon kirishamiz unda deb so'ramoqchi bo'ldim. Ammo qarshimdagi bechora ijrochi yana odatdagi oshiqman, hammasiga ulguramiz javobini eshitishni bilib turganim uchun indamasdan ortga qaytdim. Siltalashlar, tushuntirishlar ko'rinishdagi hech bir usul kor qilmagach, oxir jonimdan to'yib, boshdan muzda suv quyib yuborgandan so'ng uchib o'rnidan turgancha, qo'llarini palasa qilgancha, palada so'zlar bilan so'kinishga tushgan sherigim yuqorining buyrug'i saroy so'zlarini eshitishi bilan tuyqisi o'zgardi.
yoyilib iljagancha kaftlarini bir-biriga ishqarkan mamnuniyat bilan mana ko'rasan yana ot o'yin bo'ladi dedi. Ha, bunaqalar ziyofatning hidini necha chaqirib berdan turib ham bilib olishadi. Illa bu safar Risoladagi mashinada 1 soatga yaqin yurib, darhaqiqat o'ta ko'rkam va salobatli saroyga kirgan zahoti tomog'imizga yoqimli, ishtahani qiladigan taomlar hidi urildi. Biroq shuncha atrofga aylanib ham sherigim zo'r berib qidirayotgan shved stolini ko'rmadik. Aksincha bizni mulozamat bilan deyarli odam to'lib bo'lgan zalga boshlab kirib, yumshoqqina kirsaga o'tkazishdi va go'yoki ustimizdan kulishayotganda 2 soatcha qantarib qo'yishdi. Holimizdan xabar olib ketgan tarjimondan butun zal katta qonroq amaldorni kutayotganini bilib oldik. Toqattoq bo'lgan fon falakka chiqqan sherigim vishillab uzoq so'kindi. Aloqa sarg'ayib ko'z tilgan kattakon keldi chog'i ham o'rnidan turib qarsak chalishga tushdi. Naqd 10 daqiqalik guldiroq chapaklardan so'ng qaytib joyimizga o'tirganimizdan zal chiroqlari o'chdi va sahnadagi katta ekranda yangi zavodning ochilishi va bu dastlabki maqsad ishlab chiqarilgan bag'ishlangan film namoyishi boshlandi. Boplashib qururlar, baxtiyor chehrali, Gollivud yulduzlari kabi 32 oppoq tishli namoyish e'tiroz jilmayishga usta erkak ayol ishchilar, muhandislar, kamera lentasida oqib kelayotgan qorishma, eritilgan alyumin bilq-bilqlanayotgan pech, shitdagi osmakran elchisi suzibgina keladi va ulkan cho'mishda eritmani oladi, qoliplarga quyadi. Doskaqlar charxlarida ko'kka uchuqlarni sachrab ishlayotgan tokerlar, ekrandan qatorlashib o'tayotgan tap-tayyor detallar va bular hammasi ko'tarinki musiqa ohanglarida. Odam ishonchlar ketadi. Orada yana bir zipillab kelib ketgan tarjima ayni ushbu daqiqalarda mazkur film mamlakatning barcha hamda 72 xorijiy davlatning telekanallarida to'g'ridan-to'g'ri namoyish etilayotganini ta'kidladi. Mayli, siyosat bilan ishi yo'q oddiy muhandis bo'lsa, menga nima? Kerak bo'lsa 72 ta emas, 100 ta davlatda namoyish qilinmaydimi olam shu yutuqlarini? Buning menga na sovg'i, na issig'i bor. Vazifamni bajarsam, texnologik jarayon yo'lga qo'yib ketsam bas, qolganini o'zlariga havola. Film namoyishdan so'ng sherigimni haqiqiy olamshum sifatlarga cho'lagan qo'yib, bizni shu bilan o'zidagi muhtasham zalga, bazm ochilgan dasturxonaga ehtirom bilan boshlab borishdi. Bu yoq endi ayon. Tun yarimda sherigimni xonamga yelkamda otmoqlab chiqdim hisoba. Ana endi yozuvchisiz bilan mashg'ulman. 5-kun. 5 xosiyatli raqam. Nihoyat bugun albatta ishlarim ola bo'lib ketadi degan umidda tong sahardan yuvinib taranib, nonushta ham qilmasdan intiqlik bilan yumushga kirish onlarini kuta boshladim. Ular ne qilay, ishimni yaxshi ko'raman, chizmadagi degani avval boshdan, bizning tilimizda aytgan noldan olib kelishning jarayonlar texnik shartlardan zarracha oshmaslikka, jon-jahli harakat qilishga, oxir-oqibat tap-tayyor, hali issiq ham ketmagan detalni silab-siypalab, salmoqlab ko'rishing, o'lchamlar yana bir bor tekshirib ko'rishing asnosida o'zingga faxrlanib qo'yishing boshqa bir zavqi bor-da. Axir buyum yaratildi, moddiy yaratildi, muhandis sifatida sen uni yaratding. Mumburs yotgan, ora-sira harqirab qo'yayotgan sherigimni bu safar ustidan 10 paqir so'qib ham uyg'otolmasdan ko'zim yetib turgani bois yaxshi kayfiyatda yumushga jo'nadim. Niyating yo'ldoshing, yaxshi tilak baribir yaxshi ekanda, kunim ham xushxabar bilan boshlandi. Darvoza yonida kutib olgan tarjimani bir guruh rahbarlar, injener texnik xodimlar qatori sherigim bilan menga ham mukofot ajratilganini ma'lum qilib qolsa deng. Qarang, hali hech bir ish qilib ulgurmasimdan chin bilan aytganda qo'limiz sovuq suv urmagan bo'lsa ham bizni rag'batlantirishyapti ekan. Bunday ishni qaydan topasan? Yashasin. Har aytgandek tarjimon aqlli, zaki, xushmuomala yigit. Faqat gap orasida ba'zan ayrim so'z yoki jumlalarda o'zingni tushunib ol qabilida qandaydir alohida ta'kidlab, urlab aytish sababini hech tushunmay yurgan edim. Endi bildim. Xullas tarjimon meni kassaga boshlab borar ekan, bir emas 2 marta 500 dedi alohida ta'kid bilan. Kaminaga manoni tikilib qo'yish asnosida. Nima deyishim kerak edi? Bayni bir raqamni butun oqsil sanoatni yashirmandan allaqachon o'qib olgan odamni boshqarib qo'yish bilan kifoyalandim. Tarjima ish yonida qoldi. Ichkariga kirib, kattalikda xonaga arang sig'ib o'tirgan Xristoy baquvvat tashqi ko'rinishi qobonni eslatadigan kasrga familiyamni aytdim. Har joyning o'z odatlari, rasm-rusumlar bo'lar ekan. Hatto mukofot tarqash masalasi ham kasr miq etmasdan yonida qog'ozdan birini ajratib olib, men tomon surdi. Bu bir o'zim nom yozgan chiqim orderiga o'xshardi. To kasr ruchkasini olgunga qadar engash familiyamni ko'rganman, go'yo tuyqusdan ujumga iliq bir hissiyot yugurdi. Orderda 5000 raqam turadi. Shuncha pula osmondan charpa yog'ilgan bu emasmi axir? Yashasin ey. $5000 bu. Nihoyat qog'oz orasida qolib ketgan ruchkasini topgan kasr meni nigohim qaratilgan ilg'adi shekilli vajohati battar buzilib, qahr bilan pishillagancha uzr. Yon o'rta barmog'ini order raqam ustiga yanada yo'nrog'ini imzo qo'shim kerak bo'lgan katakka qo'ydi-da, menga mislsiz adovat bilan tikilib qoldi. Bayni qarshisida qattal g'anim turgandek.
Men shunda aniq bir narsani his qildim. Ha, tushunishdan ko'ra ko'proq his qildim. Ayni daqiqada imzo qo'ymasam, bu qoban o'rta barmog'i bilan ko'rsatch barmog'i orasiga bosh barmog'imni tiqib ko'rsatishdan ham toymaydi menga. Qo'l qo'yganimdan o'rnidan yo'qolgan kasr stol oldidan 5 ta $100 chiqardi, bir sanab qarshimga qo'ydi va ketaver ishorasini qildi. Mana nega tarjima 500 deb qolgan ekan, dog'uli. Aynahay, bularning sherigi. Axir o'g'ri bo'l, g'arbol insof bilan bo'ldi. 90% dan yurib qolasanmi? Hech bo'lmasa 50-50 qil, noinsof. Qaroqchilikku bu. Yo'lakka chiqqan zahar tarjimaga yopishdim. U e'tirozlarni miyig'ida kulimsirab eshitdi. Pul achchig'i, jon achchig'i. Mening alam ustida shikoyat qilsam bo'ladimi degan savolimga javoban tarjima shunday dedi. Bo'ladi. 2 yilcha burun sizga o'xshagan bir mutaxassis shikoyat qilgandi. Jonlanib qoldim. Hammasini undirib oldimmi? Tarjima boshlaydi. Yo'q, berishganini ham qaytara olishdi. Nega endi? Yaxshilab tekshirib ko'rishsa, aslida adashib yozilgan mukofot ekan. Shundan keyin u berishganini qanoat qiladigan bo'ldi. Qayta-qayta rahmat ham aytadigan bo'ldi. Men tilimni tishladim. Mayli, boriga baraka. Aslida olganda ham 500 dan pul. Unda nima qilish kerak deb so'rab qo'ydim. O'sal bo'lgan holda. Tarjima menga diqqat bilan qaradi. Men aytayotgan bo'lsangiz, bu savolning javobini topib qo'yganman. Ya'ni surish kerak. Nima ham derdim, bu zakiy yigitcha. Indamadim, so'radigan yigit. Ana uni nazoratchi yigitlar kelib bizni treningga olib ketishdi yana. Darrov suhbatda ishtirok etishimiz kerak ekan. Endi nima qilishim kerakligini ancha-muncha tushunib olgan edim. 2 soatcha davom etgan repetitsiyadan so'ng egizak qo'rishlarni sinchkon degan ostida oldindan tayyorlab qo'ygan matnni o'qib berdim. Gapirganlarimning esimda qolgani mazkur zavod mamlakat og'ir sanoatda inqilobiy olg'a siljish yasagani bo'ldi. Suratga zaldan charchab horib chiqdim. Taomga ko'ra bir piyola choyga taklif qilishdi. Xudo, qaydan xabar topgan? Qarasam, yegulik ichimliklar mo'lligidan sinib ketgudek bo'lib turgan bir stolda sherigim qo'rtib o'tiribdi. Ko'rsatgan mahalimiz allaqachon otib olgani, suzilib borayotgan ko'zlarini sezilib turgan sherigim min qo'ydan bitta hadya qilgan boydek gerdaydi. Ko'rdingmi, men bilan sen kam bo'lmaysan. Hali ish boshlamay turib 500 ko'kidan oldinga. Uyga qaytganimizda bir yaxshilab eriydigan bo'lding, lekin ziyofat odatdagidek uzoq davom etdi. Tun yarmida odatdagidek sherigimni xonamga yelkamda ortib chiqdim. Hisobona endi odatdagidek yozuv chizuv bilan mashg'ulman. Egizak kunlar, egizak tunlar. 6-kun. Bugun yumushga hech bir hovliqmasdan, shoshmasdan, bemalol hoja bo'lib 2,5 soatga kech bordim. Yonimga sherigimni ham olib olganman. To'g'ri qilgan ekanman, zavodda shanbalik ekan. Devor ortidagi toshloq maydonda yer qazib, ildizsiz, nimjon, aksariyat qurib qolgan, hayot asari yo'q ko'chat tayoqlarini ekayotgan mahalimiz tanish jaranjonlar qulog'imga chalinganday bo'ldi. Boshimni ko'tarib atrofga alanladim. Rost ekan. Hatto shu yerda ham allaqancha bo'yinbog'li rahbar, amaldor, bo'yinbog'siz muhandis texniklar, ishchilar, xizmatchilar ko'kslariga nishonlarni taqib olishgan. Ular tunuka nishonlarning bir-birlariga urilib sado chiqarishda allanechuk rohatlanib kayf qiladi bola. Gavdalarni o'xshatib qimirlatganlar qimirlatgan. Ko'nglimda tug'ilgan savolni tarjimonga bergach qo'shib qo'ydim. Faqat gapni aylantirmang, oshiqma, hammasini ulguramiz deb ham qutulib qolmang. To'g'risini ayting. Tarjimonning peshonasi tirishdi. Buni ikki og'iz so'zda tushuntirish qiyin-da janob. Mentalitetga uyayman desangiz aslida unaqa emas. Gap shundaki, jamiyatda shunday tushuncha shakllandiki, kimning unvon nishoni, orden, medali qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik ko'proq hurmat e'tiboriga, izzat ehtiromga sazovor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ancha yillar bo'lib qoldi. Bizda orden, medal, unvon, imtiyoz auksionda kim oshtida sotiladigan bo'ldi. Angrayib qoldim. Qanaqasiga? Shunaqasiga-da talab va ehtiyojlarni hamda mehnatkashlarning xohish irodasidan kelib chiqqan holda, axir asl olganda ham bu yaxshi-ku. Nimasi yaxshi? Nimasi yaxshi auksionda sotishning? Birinchidan, davlat g'aznasiga ancha-muncha pul tushadi. Ikkinchidan, bunday sharafga sazovor bo'lgan odamlar jamiyat tomonidan ham hurmat qilinadi. Nima uchun axir hurmat qilinadi? Nimasini tushunmaysiz? Bu 2x2ning javobida shundoqqina ko'rinib turibdi-ku. Men ham ishlamay qoldi. Marhamat qilib hijjalab tushuntiring. Ya'ni tarjima tushuntiring. Ya'ni bu odam o'z ixtiyori bilan shunga jazm qilgan ekanmi? Demak boshqa narsani hisobga olmay taqdirimizdan hech bo'lmaganda bu odamning puli bor-ku, puli. Demak puli bor ekanda. Nimalarni anglaganday bo'ldim. Shungami boshqa savol berib o'tirmadim. Ochiq bu masalada ortiq chuqurlashim ham kelmadi. Bilganlarni qilishmaydimi menga nima? Kelib ketadigan odam bo'lsam. 7-kun. Zavodda mahalllashtirish jarayoni boshlandi. Mahalllashtirish ishlari qo'shtirlar ichida. Bugun tantanali ravishda bo'yoq sex ochildi. Sirka bo'yash olib kirilgan tayyor detallar taxlangan qutidagi yozuvlarga qaradim. Qo'shni davlatda tayyorlangan.
Sog'lom nigohimga javoban tarjimon shosha-pisha izoh berdi. Oshiqma, hammasini ulguramiz. Mana detallar o'zimizda bo'la boshlandi, bu boshlanishi. Albatta dedim istizo bilan. Shu suratda davom etilsa, biron 20-30larda to'liq mahallashtirish o'tilsa kerak. Faqat bir istihola borki, ungacha mana bu jihozlar, uskunalar ham moddiy, ham ma'naviy eskirib, chiqitga chiqarib tashlagudek holatga kelib qolmasa agar. Unday bo'lmas, dedi tarjimon. Kamdan yana bir kichkina soliq qiziqtiryapti. Bu tayyorgina detallar qo'shni davlatdan olib kelinar ekan, yo'l, bojxona xarajatlarini qo'shib hisoblasak, ular oltin tuxumga aylanib qolishmaydimi? Ya'ni kim tan narxini nazarda tutyapman. Gap mamlakat obro'si haqida ketayotganda mablag' masalasi 2-chi, hattoki 4-chi darajali masala bo'lib qoladi, dedi tarjimon. Bo'sh kelmadi. Ammo bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyatda bu safar tarjimon shartta gapim bo'ldi. E'tiboringiz uchun bu tayyor detallar bojxona xomashyo sifatida o'tkazadi. To'lov ham shunga yarasha. Gap bu yoqda ekan, endi tushundim. Qo'llarimni ko'tarib, hozirgi muharabada mag'lub bo'lganligimni tan oldim. 8-kun. Bugun yozishga arzir hech ish bo'lmadi. Bordik, ko'rdik, o'tirdik. Gumanitar institut talabalari ekskursiyaga kelishdi. Yosh yigit qizlarning ko'pchiligining ko'kraklarini nishonlar bezab turardi. Ularga bo'yoq sexini tomosha qildirdi. Tayyor, hozirgina rang berilgan detallarni qo'limizda tutgancha birgalikda rasmga tushdik. So'ng talabalar tayyorlab sahna asarini 1 soatcha ko'rdik. Tomoshani tushunganim shu bo'ldiki, mamlakatning mohir ishchilar sinfi vakillari qandaydir xalqaro tanlovda rosa mashaqqatlar bilan bo'lsa ham mutlaq g'olibni qo'lga kiritishib, jahon afkor ommasining hayrat va olqishlariga sazovor bo'lishdi. Kechikkan tushligimiz kechki ovqatga ulanib ketdi. 9-kun. Afsus, menga afsus, tarjimon vadasida turib surib olibdi. Yaxshi yigit edi, aqlli, farosatli. Tarjimasiz qoldik. Bir qarashda yangi tarjimonni yoqtirmadim. Hoppa semiz, kal, kartoshka burun, pishillab nafas oladi. Inglichcha so'zdan g'alati, odam tushunmaydigan talaffuz aytadi. Qizig'i shundaki, tilni yaxshi bilmaydigan sherigim bilan yangi tarjimon birpas apoqcha bo'lib ketishdi. Qandaydir bayram sharafi, qanday bayramligini eslolmayapman. Uyushtirilgan ziyofat payti ikkovlon bir-birini pinjiga kirgudek bo'lib qadah bo'shatishga tushib ketishdi-ku. Orasida tilaklar ham aytib qo'yishadimi? Tarjimon odam zot tushunmaydigan inglizchada, sherigimiz o'zimizning tilda. Ajab ular bir-birlarini mutlaqo tushunayotganlar ham shundoqqina ko'rinib turardi. Mehmonxona yolg'iz qaytib, bugungi kunda olgan shugina taassurotlarni notebookga tushiryapman. Sherigim kelib qolar, kelmasa ana endi ulfati bor. Menga desa tongga tar o'tirmaydimi? 10-kun, 11-kun, 12-kun kunlar bir tarz o'tyapti. 179-kun. Nihoyat. Hozir anchadan beri qantarib qo'ygan notebook kundaligimga yozishga arzirli yangilik. Safar muddatini tugayapti. Xayriyat, to'g'ri shu kunlar nechanchidir marta qolipdan olingan quymaning ortiqcha qismini kesib tashlashga mo'ljallangan to'kir dastgohlar o'rnatilgan sexda jarayonning mazkur bosqichini o'zlashtirmoqchi bo'lib turishibdi. Ammo qo'shni davlatning tayyor holda keladigan detallar uchun bu yangi bosqichda nima keragi bor? Men bu savolni biriga yaqin katta-kichik rahbarlarga qayta aytib keldim. Ammo javob eshitavermagach, oxiri hafsalam pir bo'lib hammasiga qo'l siltadim. Bilganlarni to'g'rilab, bilmaganlarni qilaversin. Men uchun vaqt o'tishi muhim. Taka bo'lsin, sut bersin. Zaxiradagi bir rom, konyak, aroqni ichib bo'lishgan, biron 2 oydan beri toza spirtga o'tgan sherigim bilan tarjimonga taqvimdagi o'zim qizil halqaga olib qo'ygan sanani qayta ko'rsatib, ketar paytimiz bo'lganini tushuntirishga urindim. Bir pastda deya astoydil ranjidi. Nihoyat so'zlari ma'nosini g'ira-shira bo'lsa ham aniq yetgan sherigim. Bo'lishi mumkin emas. Bunday joyni qaysi ahmoq tashlab ketadi? Chindan ham uning ahmoq emasligining isboti o'laroqmi? Samolyotga chipta buyurtma qilishda shalkash yuz beribdi. Sherigim 3 kundan keyingi reysda uchadigan bo'libdi. Xullas, yolg'iz uchadigan bo'ldim. 180-kun. Samolyotdaman. Hayajonlanyapman. Yuragim hapriqib ketyapti. Odam baribir o'z yurtini sog'inar ekan. Avvalgi tarjimonga o'xshab qayergadir surib yuborish menga o'xshaganlarning qo'lidan kelmas ekan. Tez orada uyda bo'laman, uyimda. Parvoz oldidan ekipaj komandiri shaxsan kabinasidan chiqib, bizga oq yo'l tiladi. 6 oy umrim o'tgan mamlakat nuqsi menga ham uribdi. Jangur-jungur kapitanning uzun qora kamzul boshdan oyoq orden, medal, nishonlarga to'lganini ko'rib xotirjam tortdim. Demak, havo kemamiz sardori hech bo'lmaganda boy odam, puli bor odam. Boyligini esa uchuvchilik ortidan orttirgan bo'lsa kerak, inchini tajribali, mohir, mehnat qadrlaydigan mutaxassis bo'lsa kerak. Demak, parvoz yaxshi o'tadi. To'g'ri, dastlab bu ishonchimga andakkina soya solguncha holatlar ham bo'lib turdi. Chunonchi samolyot belgilangan vaqtdan 43 daqiqadan o'tgandan so'ngidan o'rnidan og'ir qo'zg'aldi. Keyin negadir sira ko'pga parvoz qilgisi kelmayotgan uchish maydonida bir emas 2 marta aylanib chiqdi.
oxiri xudoga shukur 3-4 marta qattiq qalqib ketganini hisobga olmasa, eson osmonga ko'tarilib oldi. Sharaflar bo'lsin senga, qahramon uchuvchi. Bilmadim, har nechuk tushunishimcha, samolyot deganlari fazoda belgilangan chiziq bo'yicha bir tekis va to'g'ri uchardi. Biroq nechtir bizning po'lat qushimiz sal og'irroq parvoz qilyapti. Biz yo'lovchilar ham qishayib, qulab ketmas uchun o'rindiqlarni mahkam changallab olganmiz. Yaxshi gumonga borayin. Aftidan bu mahir uchuvchimizning samolyotni o'ziga xos boshqarish usuli bo'lsa kerak. Bejizga olmagan shuncha orden medalni. Qishayib o'tiraverib bellarim qotib qoldi. Shu bitiklarimni ham ba'zor yozyapman. O'zimga tasalli berib qo'yamanki, tez orada samolyot to'g'rilanib oladi. Axir bu ahvolda stewardessa qizlar choy-poy berisha olmaydi-ku. Hammasi ustimizga to'kilib, noqulay ahvolga solib qo'yish mumkin-ku bizni. O'zi osmonda odam sal vahmochi bo'lib qoladi. Menga ham samolyotimiz nafaqat biroq, balki yon tomonga qarab ham parvoz qilayotganda tuyulyapti. Bo'lmagan gap-e. Samolyot silkin titrayaptimi? Xuddi qandaydir muhabbatli kuch uni elekka tashlab elayotganda. Sariq chiroq yonib o'cha boshladi. Bu nimani bildirardi? Yo'lovchilar nega birdan vahimaga tushib qolishdi? Ana nega janotidan qichqiryapti? Biz qulayapmiz, bo'lishi mumkin emas. Axir ekipaj komandirining kamzuli boshdan oyoq orden, medal, nishonlarga to'lami? Demak, u boy. Xotima. Shu yerda qo'shtiroq yopiladi. Birinchi shaxsdan hikoya tugaydi. Endi men avtor gapiradi. Xotimim. Chegara yaqindoqlab tushgan, yonib ketgan samolyot qoldiqlari ichidan notebook ham topildi. Uning ekranida saqlanib qolgan oxirgi chet tildagi yozuvni tarjima qildirishdi. Unda shunday deyilgan: biz qulayapmizmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Axir ekipaj komandirining kamzuli boshdan oyoq orden medallariga, nishonlarga to'la-ku. Demak, u boy-ku.